Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyi qoshidagi ashula va raqs ansambli tomonidan Surxondaryo viloyatida ichki ishlar organlari xodimlari uchun konsert dasturi namoyish etildi. Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, yurtimizda huquq-tartibotni ta'minlash, aholi xavfsizligi, jamoat tartibi va qonun ustuvorligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga samimiy minnatdorlik bildirdi. Yurtimiz posbonlari, ichki ishlar xodimlari avvalambor bugungi mana shunday ajoyib kunda, zo'r dargohda, mana shunday dasturxon atrofida barchalaringizni ko'rib turgandan bag'oyatda xursandman. Barcha yurtimizda o'tkazilgan bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim yurtboshimizga eng yaqindan xizmat qilib yurish hammaga nasib qilinishini va bu yerda faqat mana shunday tadbirlar, zo'r tadbirlarni o'tkazganimizdan keyin bayramlarda xodimlarni taqdirlash hammamizga nasib qilsin. Tadbir davomida vohada o'tkazilayotgan turli bayram va ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlash hamda xizmat vazifalarini vijdonan bajarib, jamoaga o'rnak bo'layotgan bir guruh xodimlar, shuningdek xizmat burchini ado etish chog'ida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari Surxondaryo viloyati hokimligi, Ichki ishlar vazirligi hamda viloyat boshqarmasining ko'krak nishoni, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Madaniy tadbir video konferens aloqa orqali tashkil etildi. Unda shahar va tumanlar studiyalaridan hududiy ichki ishlar organlari xodimlari ham ishtirok etdi. Joylarda o'tkazilgan tadbirlarda ham hokimliklar tomonidan faol xodimlarga sovg'alar topshirildi. Ashula va raqs ansambli hamda vohamizning taniqli san'atkorlari tomonidan taqdim etilgan bayramona chiqishlar, dilga yaqin kuy-qo'shiqlar tadbir ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Zaman